Salom qizlar. Mana bu 8-marta olgan sovg'am. Zaryadkam ishlamay qolgan edi. Shunga mana shu zaryadkani sovg'a qilishdi. Men endi qanaqa hali qo'yib ko'rganim yo'q. Original deb aytgan. O'xshaydi bilmayman. Buni ham sovg'a qilishgan ekan. Ochib ko'rdim o'zim. Xitoy tovarlarimi? Shunaqangi narsa ekan bu. Mana bu. Shunaqangi. Mana. Yuvinganda machalka sifat narsa ekan. Kirlarni ketkizishga, kirbishingga o'xshagan narsa. Yaxshi deyishdi, hali ochib ko'rganim yo'q. Mana bu paketda. Mana bunaqangi narsa berishibdi. Bu nima deb o'ylagandim. Bu ham menimcha Xitoyning mahsuloti bo'lsa kerak. Mana choynak tagiga bunaqa issiq narsalarni, issiq kastrolkalarni tagiga qo'yishga deb berishgan ekan. Yana mana buni berishdi. Bu paketlarda ekan. Upakovkasini oldim, yechdim upakovkasini. Upakovkasida narx-navolar yozilgan ekan, lekin buni ham ishqi yaxshi deb berishdi. Bilmayman, original emasmi? Ishlatib ko'rdim. Yuzni qo'ygandan so'ng muloyim qilib oqartirib qo'yar ekan. Guruchli pinka deyishdi. Va mana buni berishdi. Buni mana narxi ham yozilgan ekan. Mana taroqcha, detskiy taroqcha deyishdi. Yana mana buni berishgan Avon firmasidan. Qo'l krem ekan. Buni ham hidini hidladim. Qizlar, hidiga gap bo'lishi mumkin emas. Hidi juda ham ajoyib. Qo'lga surtganda qo'lni biroz muloyim qilar ekan. Yuzimga ham surtib oldim. Kerak bo'lsa juda ham hidi shirinligidan. Yana mana buni berishgan. Buni bilmadim. Kichkinagina uzukcha. Hali ochib ko'rganim emas. Mana paketdagi rasmchasi mana aniq ko'rinyapti. Qanaqaligi shuni berishgan ekan. Xullas mana shu.